Assalomu alaykum do'stlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Tak, hozir biz Afg'onistondamiz. Afg'onistonda Aleksandr Makedonskiyning uyi bor ekan. Hozir sizlar bilan shuni tanishtiraman, kuzatib boringlar. Mana oldimda Afg'onistonlik bola meni shu сопровождение qilib kuzatib boringlar, like ayamanglar, podpiska qilib qo'yinglar. Hozir Aleksandr Makedonskiyning joylarini ko'rsataman. Do'stlar, yetib keldik mana. Hozir buni men sizlar bilan yaqindan tanishtirishga harakat qilaman. Bizim granitsiyaning oldiga joylashgan O'zbekiston bilan Afg'onistonning granitsiyasi. Ko'rib turibsizlar. Aleksandr Makedonskiy vaqtida shu uyi bo'lganda Makedonskiyni. Afg'onlar chiqib kelmas avtomat bilan. Tak do'stlar, mana shu narsani borligini men ham bilmagan ekanman. Mana shunday qurilgan ekan vaqtida. Bu yerda qanday qilib kelib qolgan u odam Aleksandr Makedonskiy, Google qarasalaring kim ekanini ko'rasizlar. Mana shu afg'on yigiti meni olib kelyapti mana shu yerga ko'rsatishga. Bu eslangda bo'lsa bir videoga Ichonqala, Xorazm, Xivada solgan bir videomiz bor. Shunga o'xshab ketar ekanda bu yerlar. Mana yopib qo'ygan kompyuter arxeologiya bir narsasi. Vaqtida g'ishlarni qaranglar, necha qator tergan. Yo-mayo. Chiqish. Mana ustiga yurib askarlar bilan urushganmi? Mana arxeologik qazilmalar ko'rilaringmi mana aka. Devorda ostki qismi qolgan ekanda faqat bu yerda. Shu yerdan juda ko'p tilla topishgan deydi. Aytishlariga qaraganda. Ha. Mana shunday uy bo'lgan. Katta joy. Nalarda ham uy bo'lgan. Ostki qismlari qolgan ekanda. Buni keyin afg'on yigitlari qayta ta'mirlagan. Loy shu devorning qalinligini sizlarga aytsam, mana shu yerda teshik bor ekan mana. Devorning qalinligi. Где-то 3 metr bor. 3 metr yig'ish terilgan. Do'stlar, bir podpiska qilib qo'yinglar. Ayamanglar, like, podpiska mana. Mana ustiga chiqib ko'rsataman. Chiqmoqchi edim, ustiga chiqish mumkin emas deydi. Urshat deydi. Pagron zonada ber do'stlar, pagronlar bor. Kirishni o'zi ham oson bo'lmadi. Mana ko'rib turibsizlar. Endi juda ko'p odam yashaganda bu yerga. Naryoqlar ham shahar. Manalar ham shahar bo'lgan. Juda chiroyli joy ko'rib turibsizlar do'stlar. Ana Amudaryo. Mana O'zbekiston. Amudaryo. Hamdan nariyog'i O'zbekiston. Hozir Afg'oniston tarafda yuribman. Aleksandr Makedonskiy
Bir juda katta shahar bo'lgan. Afg'onlar bug'doy teryapti. Mana bir oldin suv bo'lgan deydi do'stlar. Mana yerdan endi amdora tortilib ketgan-ku. Mana shu yerga kema kirgan emish. Mana shu suvlik bo'lib, kema to'xtab port bo'lgan bu yer. Rechnoy port tipa. Makedonskiyni. Agar kelib ko'raman deydiganlar bo'lsa, Termizdan o'tasizlar, Afg'onistonga o'tgandan keyin kelib qarab ketsalaring bo'lar. Tushunmaydigan odamga qiziq emas, mana ko'ryapsizlar, mana bunda uylar bo'lgan mana. Mana. Ko'rlaring-a. Mana shunday joylardan uy qilib yashaganda joylar. Juda katta shahar bo'lgan ekan. Endi bu yerda qossa hozir oltin ko'pdir oltin buni ostiga. Negacha boraylik. Shuncha keldik. Mana do'stlar. Yerda ostida uylar bo'lgan, mana o'yilib ketdi-da. Ko'rib turibsizlarmi? Buni hech narsa qozmagan. Mana shu o'zi o'yilib ketgan. Chunki bu yerga traktor kela olmaydi. Mana shahar. Bu ikkinchi Rechnoy port deydi. Suv bo'lgan, Amudaryoning suvi ko'rib tursa, Amudaryo ko'rib turibdi, Amudaryo. O'sha Amudaryo. Suv mana shu yerga kelganda. Keyin mana bir port bo'lgan. Kemalar mana yerdan kirib, portga to'xtab narsa tushirgan. Mana bular odamlar uylari bo'lgan mana. Osti qismi qolgan. Ular hammasi loydan bo'lgan ekan. Berga hozir daryoning o'rniga bug'doy, afg'onlarning o'zlarining ekin-tekinlari bo'lyapti. Do'stlar, like bosinglar, podpiska qilinglar. Xudo xolasa hozir Mozor Sharifga qarab yo'l yuramiz. Bu yoqda ham juda ko'p shu vaqtdan qolib ketgan anolar bor. Shularni sizlarga ko'rsatib tanishtirishga harakat qilaman. Hammaga sog'lik, salomcha sog' bo'lamiz. Like, podpiska. Sog' bo'linglar, jonlaring omon bo'lsin. Do'stlar, sal pastroqga borib edim. Mana suvdan ko'rib turibsizlar, suvda. Mana suv, mana kay доказательство. Suv vaqtida mana shu yerga kelgan mana. Ko'rib turibsizlar. Mana shu yerlar o'n Amudaryo bo'lgan mana. Suv tortilgandan keyin tortilib qisqarib shaqacha ketdi. Mana Amudaryo hozir. Hozir qoladi. Mana Amudaryo. Mana bishka ko'rib turibsizlar. Mana bishka afg'onlar, mana O'zbekiston. Amudaryo ketdi. Mana yerda suv. Mana yerda afg'onlar bug'doy teryapti. Daryochi, mana yerga afg'on qishloq. Men do'stim mana shu yerdan bo'ladi. Bugun kecha mehmon qilaman deydi, uyga deydi. Mana shu afg'on qishloq. Mana afg'on qishloqni ko'rinish. Yerlardan vaqtida deydi, baliqchi bular ota-bobolar afg'onlar shunday bo'lganda dakasa. Chiroyli joy mana. Pastliklar. Qanday joylarda yuribsiz do'stlar. Kuzatib boringlar, like tayamanglar, qiyin emas, bir podpiska qilib qo'yinglar. Kanalni rivojlantiraylik. Qiziqarli videolar tushiramiz, kuzatib boringlar. Hammaga sog'lik, qaytadan xayrlashamiz. Sog' bo'linglar do'stlar.